Bugun juda muhim mavzuni ko'rib chiqaman. 2026 yildagi pensiya o'zgarishlari sabab ayrim odamlar pensiyam kamayib qoldi. Boshqalar esa menga atigi bir necha tiyin yoki juda oz summa qo'shildi deb hayron bo'lyapti. Bu masala faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga, ota-onasi pensiya olgan farzandlarga nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya oluvchilarga ham tegishli. Men bugun masalani shov-shuv bilan emas, aniq va sodda qilib tushuntiraman. Nega kimdadir minglab so'm qo'shiladi, kimdadir deyarli sezilmaydi. Kimdadir esa kamaydi degan taassurot paydo bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushunilgan band odamni oyma-oy puldan mahrum qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam o'z haqqini himoya qila oladi. Avval pensiya qanday ko'rinishda hisoblanganini tushunib olaylik. Oddiy qilib aytganda, pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari yoki pensiya jamg'armasiga tushgan ma'lumotlar, imtiyozli davrlar, qo'shimcha ustamalar, eng kam pensiya miqdori, indeksatsiya va ayrim hollarda hududiy yoki ijtimoiy qo'shimchalar. Ilgari ko'pchilik bitta narsaga o'rganib qolgan edi. Prezident farmoni chiqdi, pensiyalar falon foizga oshdi. Demak, hammaga bir xil foiz qo'shiladi. Amalda esa har doim ham shunday emas. Chunki oshirish foizi bazaviy pensiya qismiga qo'llanishi mumkin. Ayrim ustamalar alohida tartibda hisoblanishi mumkin. Ba'zi kompensatsiyalar esa umuman indeksatsiya qilinmasligi mumkin. Natijada bir odamning pensiyasi 20 ming so'mga oshsa, ikkinchisiniki 11 ming so'mga oshadi. Uchinchi odam esa nega menga faqat 3 ming so'm qo'shildi deb o'ylaydi. 2026 yildagi o'zgarishlarning eng muhim tomoni shundaki, pensiya hisob-kitobida raqamli ma'lumotlar, rasmiy ish haqi va tasdiqlangan stajning ahamiyati yanada kuchayadi. Ya'ni qog'ozda men 30 yil ishlaganman deyish yetarli emas. Tizimda ko'rinishi, arxivda tasdiqlanishi buyruqlar. Mehnat daftarchasi ish haqi ma'lumotlari yoki soliq va ijtimoiy to'lovlar bazasidagi ma'lumotlar bilan mos kelishi kerak. Agar mana shu joyda uzilish bo'lsa, pensiya qayta hisoblanganda odam kutgan summani olmaydi. Yana bir muhim masala, pensiya kamayishi deganda ko'pchilik nominal pensiya kamaydi deb o'ylaydi. Aslida ko'p holatda pensiyaning asosiy qismi kamaymaydi, lekin oldin noto'g'ri qo'shilgan ustama olib tashlanadi. Vaqtinchalik kompensatsiya tugaydi, qarzdorlik ushlab qolinadi, bank yoki ijro varaqasi bo'yicha chegirma bo'ladi yoki fuqaroning holati o'zgargani uchun qo'shimcha to'lov bekor qilinadi. Natijada qo'lga tegadigan pul kamayadi. Odam esa buni pensiyani kesishdi deb qabul qiladi. Birinchi navbatda ish staji to'liq tasdiqlanmagan fuqarolar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, bir kishi 1930 yildan 1930 yilgacha zavodda ishlagan, keyin korxona yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin arxivda ish haqi vedomoslari yo'q. Agar pensiya faqat staj asosida emas, ish haqi koeffitsiyenti asosida ham hisoblanadigan bo'lsa, ish haqi ma'lumotining yo'qligi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Staj tan olinishi mumkin, lekin yuqori oylik tasdiqlanmasa, pensiya kutilgandan past chiqadi. Misol keltiraman. Otabek aka 32 yil ishlagan. U oxirgi yillarda yaxshi oylik olgan, lekin 1990 yillardagi ish haqi hujjatlari topilmagan. U mening stajim ko'p, pensiyam ham ancha oshishi kerak deb o'ylaydi. Tizim esa faqat tasdiqlangan davr va tasdiqlangan ish haqini hisobga oladi. Natijada unga 200 ming so'm qo'shiladi deb kutgan bo'lsa, amalda 7 ming so'm qo'shilishi mumkin. Bu yerda muammo qonunda emas, hujjatning to'liq emasligida. Ikkinchi guruh norasmiy ishlaganlar. Bugun juda ko'p odamlar men 20 yil ustada ishladim, qurilishda ishladim, savdoda ishladim deydi. Lekin agar ish beruvchi rasmiy shartnoma qilmagan bo'lsa, ish haqi soliq bazasida ko'rinmasa, pensiya hisobida bu davr muammoli bo'ladi. Hayotda odam ishlagan, ter to'kkan, oilasini boqqan. Lekin pensiya tizimi hujjat bilan ishlaydi. Shu sababli 2026 yildan keyin rasmiy ish haqining ahamiyati yanada kuchaysa, norasmiy ishlagan odamlar eng ko'p zarar ko'rishi mumkin. Uchinchi guruh minimal pensiya oluvchilar. Minimal pensiya oladigan odamlar ko'pincha oshirish bo'ldi. Nega menga kam qo'shildi deb so'rashadi. Sababi ayrim holatlarda ularning pensiyasi asl hisob-kitob bo'yicha past bo'ladi. Davlat uni eng kam miqdorgacha yetkazib qo'yadi. Keyin indeksatsiya bo'lganda oshish faqat hisoblangan qismga yoki belgilangan minimal miqdorga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun kimdir 2 million so'm pensiya olib,
foiz oshishidan sezilarli foyda ko'radi. Kimdir esa eng kam darajada turib, kamroq farq sezadi. 4-guruh ustama imtiyozlar bilan pensiya olayotganlar. Masalan, urush qatnashchilari, ayrim mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar. Qaramog'ida boqmandasi borlar, alohida toifadagi xodimlar qo'shimcha ustamalarga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu ustamalar har doim ham pensiyaning asosiy qismi kabi oshavermaydi. Ba'zisi qat'iy summada bo'ladi. Ba'zisi ma'lum foizda bo'ladi. Ba'zisi faqat shart saqlanganda to'lanadi. Agar shart o'zgarsa, ustama to'xtaydi. Masalan, Muhabbat opa nogironligi bo'lgan farzandiga qaragani uchun ayrim qo'shimcha to'lov olgan. Keyin farzandning nogironlik guruhi qayta ko'rikda o'zgardi yoki to'lov turi boshqa tartibga o'tdi. Opa pensiyam kamaydi deydi. Aslida yoshga doir pensiya kamaymagan. Lekin qo'shimcha to'lov bekor qilingan yoki boshqa to'lov bilan almashtirilgan bo'lishi mumkin. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ishlayotgan pensionerlarda ish haqi, pensiya, soliq, qayta hisoblash masalalari bir-biriga bog'lanadi. Ayrim odamlar men pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayapman, demak har yili pensiyam ko'proq o'sishi kerak deb o'ylaydi. Lekin ishlagan davrni pensiyaga qo'shish uchun qayta hisoblash tartibi ariza, ma'lumot va belgilangan muddatlar bo'lishi mumkin. Tizim o'zi avtomatik tarzda har oy hamma narsani qo'shib boradi deb o'ylash xato. Endi kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin. Hujjatlari to'liq, rasmiy ishlagan, mehnat daftarchasi va elektron ma'lumotlari mos. Ish haqi tarixida uzilish yo'q, pensiya turi to'g'ri belgilangan. Ustama shartlari o'zgarmagan fuqarolar odatda jiddiy muammoga duch kelmaydi. Ularda oshirish kamroq yoki ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin birdaniga tushib ketish ehtimoli past. Birinchi misol, Ravshan aka 35 yil rasmiy ishlagan. Oxirgi yillarda yuguri oylik olgan. Barcha hujjatlari elektron bazada bor. Uning pensiyasi 2 million 800 ming so'm. Agar indeksatsiya va qayta hisoblash natijasida asosiy qismga sezilarli foiz qo'llansa, u oyiga 2-300 ming so'mgacha oshishni ko'rishi mumkin. Bu odam minglab so'm emas, ancha sezilarli qo'shimcha oladi, chunki bazasi katta. Ikkinchi misol, Saodat opa 17 yil rasmiy ishlagan. Qolgan yillarda uyda farzand tarbiyasi bilan bo'lgan. Keyin bozorda norasmiy savdo qilgan. Pensiyasi eng kam darajaga yaqin. Oshirish bo'lganda u 30 ming 70 ming so'm farq ko'rishi mumkin. U nega qo'shnimga 2 ming qo'shildi? Menga esa kam deb so'raydi. Javob oddiy, qo'shnining tasdiqlangan ish haqi va staji yuqori. Saodat opaning pensiya bazasi esa past. Uchinchi misol, Karim aka pensiyasiga bir ustama olib yurgan. Keyin tekshiruvda bu ustama uchun kerakli hujjat muddati tugagani yoki shart o'zgargani aniqlangan. Asosiy pensiyasi 1 million 900 ming edi. Ustama 1000 ming edi. Indeksatsiyadan 9 ming qo'shildi, lekin 1000 ming ustama to'xtadi. Natijada qo'lga oladigan summa 6 mingga kamaygandek ko'rinadi. Odam pensiyam kamaydi deydi. Aslida bir joydan qo'shildi, boshqa joydan shart tugagani uchun ayrildi. 4-misol, Dilbar opa bank kartasiga pensiya oladi. Unda avvalgi kredit bo'yicha ijro hujjati bor. Pensiya oshirilgandan keyin ham kartaga tushgan summa kam ko'rinadi. Chunki ma'lum foiz ushlab qolinadi. Opa pensiya bo'limiga borib janjal qiladi, lekin masala pensiya hisobida emas. Majburiy undirishda bo'lishi mumkin. Shuning uchun kamayish sababini aniqlashda faqat pensiya bo'limidan emas, bankdan ham ko'chirma olish kerak. Eng katta tuzoq qo'shnimga shuncha qo'shildi. Menga ham shuncha qo'shilishi kerak degan fikr. Pensiya hech qachon faqat yoshga qarab bir xil bo'lmaydi. Ikki odam bir mahallada yashashi, bir xil yoshda bo'lishi, bir kunda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin biri 38 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisida 12 yil tasdiqlangan staj bor. Biri yuqori ish haqi bilan ishlagan, ikkinchisi minimal ish haqi bilan rasmiylashtirilgan. Natijada oshirish ham turlicha bo'ladi. Ikkinchi nozik masala. Ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, pensiyaga ta'sir qilmaydi. Ko'p odamlar o'z vaqtida 5 million so'm olganman deydi. Lekin rasmiy vedomosda 20 million ko'rsatilgan bo'ladi. Pensiya tizimi og'zaki aytilgan summa emas. Hujjatdagi rasmiy summani oladi. Shuning uchun bugun ishlayotgan odamlar uchun ham bu dars hozir rasmiy oylikni past ko'rsatish kelajakdagi pensiyani kamaytiradi. Uchinchi masala mehnat daftarchasidagi xatolar. Familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova. Tug'ilgan sana noto'g'ri muhr o'qilmaydi. Buyruq raqami yo'q. Ishga qabul va bo'shash sanalari chalkash. Bularning hammasi pensiya hisobida muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski korxonalar tugatilgan bo'lsa, arxidan tasdiq olish vaqt oladi. Odam pensiyaga chiqishdan bir oy oldin emas,
kamida yarim yil oldin hujjatlarni tekshirishi kerak. 4-masala bolalarni parvarishlash davri. Harbiy xizmat, o'qish davri, kasallik varaqasi dekret davri kabi davrlar. Bu davrlarning qaysi biri qanday shart bilan qanchasi stajga qo'shilish tartibiga bog'liq. Hamma davr avtomatik qo'shiladi deb o'ylamang. Masalan, ona farzand parvarishda bo'lgan davrni stajga qo'shish uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, mehnat munosabatlari va boshqa tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Harbiy xizmat uchun harbiy bilet yoki tegishli ma'lumotnoma kerak bo'ladi. 5-masala nogironlik pensiyasi va nafaqasi farq qiladi. Ko'pchilik pensiya bilan nafaqani aralashtirib yuboradi. Pensiya odatda ish staji va sug'urta tizimiga bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa boshqa ijtimoiy mezonlar asosida tayinlanishi mumkin. Shuning uchun falon odam nogiron unga ko'p qo'shildi, menga kam degan solishtirish doim ham to'g'ri emas. To'lov turi boshqa bo'lsa, hisoblash usuli ham boshqa bo'ladi. 6-masala ortiqcha to'langan pul qaytarilishi. Ba'zan tizim yoki hujjatdagi xato sabab odamga bir muddat ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, kelasi oylardan ushlab qolish boshlanadi. Fuqaro buni pensiyamni kamaytirishdi deb tushunadi. Aslida bu oldin ortiqcha berilgan pulni qaytarish bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda eng muhim narsa sizdan nima sabab, qaysi qaror, qaysi davr uchun qancha miqdorda ushlab qo'linayotganini yozma ravishda so'rash. 7-masala yashash joyi va hisobda turish. Pensiya odatda fuqaroning yashash joyi ro'yxati, bank hisobi va pensiya bo'limidagi ma'lumotlar bilan bog'liq. Agar odam manzilini o'zgartirsa, boshqa tumanga ko'chsa, kartasini almashtirsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilansa, bu ma'lumotlar vaqtida tizimga kiritilishi kerak. Aks holda to'lov kechikishi yoki vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu ham ko'pchilikka kamaydi yoki berishmadi bo'lib ko'rinadi. 8-masala. Pensiya oshgan bo'lsa ham narxlar oshishi sabab odam real hayotda kamaygandek his qiladi. Masalan, pensiyaga 800 ming so'm qo'shildi, lekin dorilar, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat xarajatlari 200 mingga oshdi. Bu iqtisodiy jihatdan real daromadning pasayishi. Rasmiy pensiya kamaymagan, lekin xarid qobiliyati pasaygan. Men bu farqni alohida aytaman, chunki odamlar juda to'g'ri savol beradi. Qog'ozda oshdi, lekin ro'zg'orda sezilmadi. Bu ham pensiya siyosatidagi eng og'riqli nuqtalardan biri. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar sizning pensiyangiz 2026 yil o'zgarishlardan keyin kutilganidan kam oshgan bo'lsa yoki qo'lga tegadigan summa kamaygan bo'lsa, birinchi qiladigan ishingiz janjal qilish emas, hisob kitobni yozma ravishda olish. Birinchi qadam pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Og'zaki nega kamaydi deyish yetarli emas. Mening pensiyam miqdori qanday hisoblanganini, qaysi davrlar stajga kiritilganini, qaysi ish haqi ma'lumotlari hisobga olinganini, qaysi ustamalar qo'shilganini va qaysi ushlanmalar borligini yozma ko'rinishda berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Sizga odatda ID karta yoki pasport, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Nogironlik bo'yicha tamaki yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, bank kartasi rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir hujjatdan nusxa tayyorlab qo'ying, aslini esa o'zingizda saqlang. 3-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Siz arxivdan ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, lavozim, ish haqi, buyruq nusxalari bo'yicha ma'lumotnoma so'rashingiz kerak. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiyaga 10 minglab, hatto 100 minglab so'm farq qilishi mumkin. Chunki yuqori ish haqi tasdiqlansa, pensiya bazasi oshadi. 4-qadam, bank ko'chirmasini oling. Agar siz pensiyam kamaydi desangiz, avval bankdan oxirgi 6 oy yoki 12 oy uchun ko'chirma oling. Unda pensiya qancha tushgani, qancha ushlab qolingani, kredit, aliment, ijro hujjati yoki boshqa chegirma bor yo'qligi ko'rinadi. Ba'zan pensiya bo'limi to'liq summani o'tkazgan bo'ladi, lekin kartada boshqa sabab bilan kam pul qoladi. 5-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. mybank.gov.uz, pensiya jamg'armasi xizmatlari, soliq organlari bazasidagi ish staji va rasmiy daromad ma'lumotlarini tekshirib ko'ring. Agar ish beruvchi sizni rasmiy ko'rsatmagan bo'lsa, bugundan talab qiling. Keyin ko'ramiz degan gap pensiya yoshida katta muammoga aylanadi. 6-qadam, agar javobdan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organlarga shikoyat qiling.
avval tuman bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat boshqarmasiga zarur bo'lsa tegishli vazirlik yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, hujjat bilan bo'lishi kerak. Menga qan berishyapti degan gapning yonida mana bu davr stajga kiritilmagan, mana bu ish haqi hisobga olinmagan. Mana bu ustama noto'g'ri olib tashlangan degan aniq dalil bo'lishi kerak. 7-qadam. Pensiyaga chiqishga hali vaqt borlar bugundan tayyorgarlik ko'rsin. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar mosligini ko'ring. Ish beruvchingiz sizni rasmiy ishlatayotganini tekshiring. Oyligingiz ok ko'rsatilayotganiga e'tibor bering. Bugun 500 ming so'mni konvertdan olish qulay ko'rinishi mumkin. Lekin ertaga pensiyada oyma-oy yo'qotish bo'ladi. 8-qadam. Keksalarimizga yordam bering. Ko'p pensionerlar hujjat yig'ish, ariza yozish, elektron navbat olish, bank ko'chirmasini chiqarish kabi ishlarni qila olmaydi. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar ularga yordam berish kerak. Bitta ariza yozilmagani uchun odam yillar davomida kompensiya olib yurishi mumkin. Bu juda achinarli holat. Men alohida ta'kidlayman. Hech kimga pul berib pensiyangizni oshirib beraman degan vositachilarga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjat bilan oshadi, tanish bilish bilan emas. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, bu xavfli signal. Rasmiy to'lov bo'lsa, kassaga yoki davlat xizmatlari orqali amalga oshadi. Qo'lga pul berilmaydi. Demak, 2026 yilgi pensiya o'zgarishida eng asosiy masala shuki, hammaga bir xil qo'shilmaydi. Kimning rasmiy staji ko'p, ish haqi tasdiqlangan, hujjatlari to'liq bo'lsa, u ko'proq foyda ko'rishi mumkin. Kimda hujjat yetishmasa, norasmiy ish ko'p bo'lsa, ustama sharti o'zgargan bo'lsa yoki ushlama mavjud bo'lsa, u kamroq qo'shimcha olishi yoki qo'lga tegadigan pul kamaygandek holatga duch kelishi mumkin. Agar pensiyangiz kamagan yoki juda oz oshgan bo'lsa, darhol hisob kitobni yozma so'rang, hujjatlaringizni tekshiring, bank ko'chirmasini oling, arxiv ma'lumotlarini yig'ing va zarur bo'lsa, qayta hisoblash uchun ariza bering. Eng muhimi, hamma shunday olayapti deb jim yurib qolmang. Pensiya bu sadaqa emas, bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga qonuniy haqqingiz. Sizda ham pensiya oshishi bo'yicha savol bormi? Sizga qancha qo'shildi? Minglab so'mmi? Juda oz summami yoki aksincha kamaygandek bo'ldimi? Izohlarda yozing, vaziyatingizni ko'rib, keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan muammolarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi.